Aziz do'stlar, bilimga qadrli o'smir yoshlar. O'zbekiston Respublikasi kanalidan O'zbekiston Respublikasi o'rta maxsus kasb ta'lim markazi hamda Komon Ijtimoiy harakati markazi yuzasidan ko'rsatilayotgan o'yinlar ijro ko'rsatuvining navbatdagi final oldi musobaqasi davom etadi. Bugun siz Surxondaryo va Samarqand viloyati o'smir yoshlar ishtirokidagi musobaqani tomosha qilasiz. Marhamat, qatnashchilarni kutib oling. Surxondaryo viloyatidan Termiz davlat universiteti qoshidagi Inson Dino va texnik liseyining Dino hamda Samarqand viloyatidan Kattaqo'rg'on shahar pedagogik kollejining Kattaqo'rg'on guruhlari. Ana endi biz guruhlar bilan yaqindan tanishib olamiz. Marhamat, birinchi bo'lib Dino guruh sardori o'z guruhingizni biz bilan yaqindan tanishtiring. Termiz davlat universiteti qoshidagi 3-son Dino akademik lisey o'quvchilaridan saralab olingan Dino guruh ishtirokchilari bilan tanishing. Biologiya fanidan viloyat fan olimpiada qatnashchisi, guruhning yangi a'zosi Shamsiddin. Informatika fanidan guruhning yana bir yangi a'zosi Sarvarbek. Kimyo fanidan viloyat fan olimpiadasi g'olibi, bugun esa pedagogiyadan Nozimjon. Adabiyot fanidan guruhning yana bir yangi a'zosi Boburjon. Va men guruh sardori Abdulaziz, geografiya fanidan guruhimiz sha'nini himoya qilamiz. Tanishganingiz Abdulaziz va Dino guruhi. Ana endi Kattaqo'rg'on guruh sardori, marhamat, siz o'z guruhingizni yaqindan tanishtiring. Kattaqo'rg'on pedagogika kolleji talabalaridan saralab olingan Kattaqo'rg'on guruhi ishtirokchilari bilan tanishing. Pedagogika fanidan Nilufar, informatika fanidan Xadichaxon, adabiyot fanidan Dilnavozxon, geografiya fanidan Dinoraxon va men guruh sardori Dilshodaxon, biologiya fanidan guruhimiz sha'nini himoya qilamiz. Bu guruh qizlardan tashkil topgan guruh Kattaqo'rg'on guruhi. Musobaqani boshlashdan avval men sizlarga uning qonun-qoidasi haqida qisqacha eslatib o'taman. Bilasizki, musobaqa fanlar yuzasidan bo'lib o'tadi. Uni qaysi fanlardan bo'lishini mana siz monitorda ko'rib turibsiz. Biologiya fani, pedagogika, kimyo, estetika, geografiya, informatika va adabiyot fanlari. Qaysi fanni tanlash va o'sha fan yuzasidan berilgan savolga javob berish o'z ixtiyoringizda. Buning uchun sizlarda istagan fanlardan birini tanlash imkoniyati bor. Albatta, baholar ball sistemasida qo'yib boriladi va sizlarning bilimingizni hakamlar kuzatib borishadi. Ana endi marhamat, hakamlar bilan tanishing. O'zbekiston xalq yozuvchisi Xudoyberdi To'xtaboyev, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan yoshlar murabbiysi, kimyo fanlari doktori, professor To'yg'un Boboyev, tarix fanlari doktori, professor Loramxon Bobojonova, fizika matematika fanlari nomzodi, dotsent Damin Shamsiyev, geografiya fanlari nomzodi Mirali Mirakmalov va biologiya fanlari nomzodi Orif Meliboyevlar. Fanlar yuzasidan berilgan savollarni tuzishda internet saytlaridan, axborot to'plamlaridan va albatta maktab darsliklaridan foydalanilgan. Va bu savollar mavzu diskga ko'chirib qo'yilgan. Bu disk maslahatchilar oldida men hozir ushbu diskni olib kelaman. Va albatta bu diskni kompyuterga joylashtiraman. Unga qadar harakatli guruh sardorlarini javob berish o'rniga taklif qilaman. Marhamat, Dilshodaxon, Abdulaziz, marhamat. Abdulaziz, Dilshodaxon, o'z guruhingizni 31 ball to'plab keyingi bosqichga o'tishini xohlaysizlarmi? Demak, mana shu ball to'plash aynan sizlardan boshlanadi. Sardora musobaqasida qaysi biringiz ko'proq savollarga javob bera olsangiz, agar 5 ta savolga to'g'ri javob bersangiz, demak 5 ball sizniki. Agar undan ortiqroq 7 ta savolga to'g'ri va aniq javob bera olsangiz, mana bu badiiy asarlar to'plamiga ega bo'lishingiz mumkin. Kimdan boshlaymiz? Qizlardan boshlaymiz. Demak, yigitlar guruhi qizlar guruhini hurmat qilishdi. Dilshodaxon, tayyormisiz? Tayyor. Vaqtni belgilayman, vaqt ketdi. 1000 yillikda necha asr bor? 10 asr. To'g'ri. Oqsaroy obidasi qaysi shaharda joylashgan? Keyingisi. Shaqirsa bizda yerga yaqin osmon jismi qaysi? Eng yaqin osmon jismi qaysi? Keyingisi. Oy. Otlari har xil, yoshlari bir xil bu nima? Keyingisi. Hafta kunlari. Huquqbuzarlikning eng xavfli ko'rinishi nima? Jinoyat. To'g'ri. Ikki og'ayni bir-birini ko'rmaydi, bu nima? Ko'z. To'g'ri. Xaritadagi et ko'rinishi itga o'xshagan davlat qaysi? Keyingisi. Italiya davlati. Qomusiy lug'at nima? Ensiklopediya. To'g'ri. Boks maydoni nima deb atashadi? Ring. To'g'ri. Qaysi shoiraning ilk she'riy to'plami Hayot varaqlari deb nomlangan? Zulfiyani. To'g'ri. Katta suv havzalarida kemalarga yo'l ko'rsatuvchi shaxs nima deb ataladi? Keyingisi. Lotsman deb ataladi. Shamsiyer bo'yicha 7-oy qaysi?
Mezon oyi. Vaqt tugadi, siz berilgan 12 ta savoldan 6 tasiga javob bera oldingiz. Ana endi keyingi savollar Dino guruh sardori Abdulaziz sizga o'qib eshittiriladi. Tayyormisiz? Vaqt ketdi. Egri chiziqning ikki nuqtasini birlashtiruvchi to'g'ri chiziq kesmasi nima deb ataladi? Vatar deb ataladi. Rasmiy aloqa hujjatlariga bosiladigan muhr nima deyiladi? Pechat. Noto'g'ri, shtamp deyiladi. Etil daryosining hozirgi nomi nima? Irtish. Volga. Yangi bozor tumani qaysi viloyatda joylashgan? Toshkent. Noto'g'ri, Xorazm viloyatida. Ko'z kosasidan pastda, yuqori jag' suyagidan ust tomoni joylashgan yuz qismiga nima deb ataladi? Yanoq. Nima? Yanoq. To'g'ri. Qaysi jonzotning miyasi tanasiga qaraganda kattaroq? Shimol. To'g'ri. Uch qalb romani muallifi kim? King. Jack London. Nobel mukofoti necha yo'nalish bo'yicha beriladi? 26. Noto'g'ri, 6 yo'nalish bo'yicha. Zahiriddin Muhammad Boburning otasining ismi nima bo'lgan? Umar Shayx Mirzo. Umar Shayx, to'g'ri. Vaqt tugadi, siz berilgan 9 ta savoldan 3 tasiga javob bera oldingiz. Musobaqa davom etadi. Surxondaryo va Samarqand viloyatidan kelgan o'smir yoshlar musobaqalashmoqda. Musobaqamizni dastlabki fanni tanlab, Dino guruhi qatnashchilari boshlab berishadi. Marhamat. Jamoa bilan kelishgan holda adabiyot fanini tanladik. Bu fandan Boburjon javob beradi. Sizning guruhingizdan kim chiqadi? Dilnavozxon javob beradilar. Boburbek, Dilnavozxon taklif qilamiz sizlarni, marhamat. Boburbek sizni guruhingiz sardori, guruhimizning yangi a'zosi deb tanishtirdilar. Siz bu guruhga qanday qilib qo'shildingiz va qanday sinovlardan o'tdingiz? Dastavval men mana shu bu yil Termiz davlat universiteti qoshidagi Denov akademik litseyga qabul qilindim. Kelganimda o'yinlar izla top ko'rsatuvi bo'yicha tanlovlar, test sinovlari olib borilayotgan ekan. Menda ham bu ko'rsatuvda qatnashish ishtiyoqi paydo bo'ldi. O'z ustozlarimdan bu ko'rsatuvda qatnashish uchun yo'l yo'riqlarni olganimdan so'ng turli xil tanlovlar, test sinovlarda qatnasha boshladim. Ustozlarimga biroz ma'qul keldim shekilli. Bu ko'rsatuvda qatnashish imkoniyatini qo'lga kiritdim. Albatta hozir juda ham katta hayajondaman va juda ham xursandman va o'z navbatda raqiblarimizga ham omad tilab qolaman. Dilnavozxon, adabiyot faniga qiziqqan odam, adabiyot maydonida xizmat qilayotgan ijodkorlarni, xalq shoirlarini, xalq yozuvchilarini, xalq artistlarini, xalq hofizlarini yaxshi bilish kerak, to'g'rimi? Qani siz bularni qanchalik bilishingizni bir sinab ko'rmoqchiman. Marhamat, mana bu lavhani bir ko'ring. Salomga aylanib el ichra borsang bas, ko'ngilga ezgulikni safba-saf keltir. Silab o'tkil sabodek xasta dillarni, iloj etsang odam zotiga naf keltir. Dilnavozxon, bu adib kim? Bir go'sht tanimadingiz. Bu shoirimiz O'zbekiston xalq shoiri Jumaniyoz Jabborov edi. Demak, bir qancha yillardan buyon o'yla izlatib ko'rsatuvda mana shu shoir adiblarimizni biz berib boramiz. Demak, yaxshilab kuzatmagan ekansiz. Bundan keyin yaxshilab o'rganib boring, kuzatib boring va bilib olasiz deb umid qilamiz. Ana endi biz sizlarni adabiyot fanidan test savollari orqali sizlarning bilimingizni sinovdan o'tkazib ko'ramiz. Savollarni o'qishni boshladim. Alisher Navoiy haqiqat tilsimlaridan ogohlik istagan kishi 3 ilmni o'zlashtirishi zarurligini aytadi. Bular qaysilar? A. Hadis, tavhid va tafsir ilmlari. B. Tabobat, tafsir va hadis ilmlari. C. Fiqh, hadis va tafsir ilmlari. D. Tavhid, tajvid va fiqh ilmlari. On soniya vaqt tugadi. Javoblarni eshitamiz. Marhamat. Alisher Navoiy haqiqat tilsimlaridan ogohlik istagan kishi 3 ilmni o'zlashtirish zarurligini aytadi. Bular qaysilar? Meni fikrimcha bu A javob. Hadis, tavhid va tafsir ilmlari demoqchisiz. Sizning javobingiz Dilnavozxon. Menda C javob fiqh, hadis va tafsir ilmlari. Fiqh, hadis va tafsir ilmlari. Demak, Dilnavozxon siz o'z guruhingizga bir ball olib berdingiz. Javobingiz to'g'ri. Keyingi savol. 11-asrda Yusuf Xos Hojiyev shoirlarni so'z teruvchilar deb ataydi. 14-asrda Sayf Saroy shoirlarni so'z bulbuli degan. Buyuk shoir Alisher Navoiy shoirlarga qanday ta'rif bergan? A. Gulxari sharifroq yo'q andin deya ta'rif bergan. B. Ruh chamanning xushhol bulbullari deb ta'riflagan. C. Kishi bulbuldir so'zda kimzoq deb atagan. D. Barchasi to'g'ri. 10 soniya vaqt ketdi.
Vaqt tugadi. Marhamat, Dilnozxon javobingiz. Javobim bejavob ruh chamanning xushhol bulbullari deb ta'riflagan. Sizning javobingiz. Menda ham bejavob. 11-asrda Yusuf Xosxo'jayev shoirlarni so'z teruvchilar deb ataydi. 14-asrda Sayf Saroyi shoirlarni so'z bulbuli degan. Buyuk shoir Alisher Navoiy shoirlarni ruh chamanning xushhol bulbullari deb ta'riflagan. Har ikkala javob to'g'ri. Alisher Navoiyning ilk devoni qaysi? A. Hayrat ul Abror. B. Hazoyinul Maoni. C. Badoyi ul Bidoya. D. Navodir un nihoya. Vaqt ketdi. Berilgan vaqt tugadi. Boburbek javobingiz. Javobim C, ya'ni badoyul bidoya. Sizning javobingiz. Menda ham C javob badoyul bidoya. Alisher Navoiyning ilk devoni Badoyi ul Bidoya. To'g'ri javob berdingiz. Alisher Navoiyning ranglar, raqamlar va burjlarga alohida e'tibor berib yozgan asari qaysi? A. Sa'd Iskandariy. B. Farhod va Shirin. C. Sabbay Sayyor. D. Layli va Majnun. Vaqt ketdi. Vaqt tugadi. Dilnozxon javobingizni eshitamiz. Mening javobim C javob sabbay sayyor. Sizning javobingiz Boburbek. Menda ham C javob, ya'ni sabbay sayyor. Alisher Navoiyning ranglar, raqamlar va burjlarga alohida e'tibor berib yozgan asari bu Sabbay Sayyor asari. To'g'ri javob berdingiz. Kim Alisher Navoiyga tili Andijon shevasi bilan rost deya ta'rif bergan? A. Mirzo Bobur. B. Husayn Bayqoro. C. Abdurahmon Jomiy. D. Mavlono Lutfiy. Vaqt ketdi. Berilgan vaqt tugadi. Boburbek javobingiz. Mening javobim A javob, ya'ni Mirzo Bobur. Sizning javobingiz Dilnozxon. Mening javobim ham A javob Mirzo Bobur. Alisher Navoiyga tili Andijon shevasi bilan rost deya ta'rif bergan alloma Mirzo Bobur. To'g'ri javob berdingiz. Menga ne yoru, ne oshiq havasdir. Agar men odam bo'lsam ushbu bastur. Agar boni ilojin bilsa qilsin, o'zimni o'ltirurman, yo'qsa bilsin. Ushbu misralar Alisher Navoiyning qaysi dostonidan olingan? A. Sa'd Iskandariy dostonidan. B. Sabbay Sayyordan. C. Farhod va Shirindan. D. Layli va Majnundan. Vaqt ketdi. Vaqt tugadi. Dilnozxon javobingiz. Mening javobim C javob Farhod va Shirindan. Sizning javobingiz Boburbek. Meni javobim B javob, sabbay sayyordan. Menga ne yoru, ne oshiq havasdir. Agar men odam o'lsam ushbu bastur. Agar boni ilojin bilsa qilsin, o'zimni o'ltirurman, yo'qsa bilsin. Ushbu misralar Alisher Navoiyning Farhod va Shirindan. Dilnozxon javoblari to'g'ri bo'ldi. Umidim bu kim aylabon fathi bob, qo'lim bergay ul panjiga tog'i top. 30 yilki onin zomiy demish, qoshimda erur 2-3 yillik ish. Said Hasan Ardashirga yozilgan maktubdan olingan ushbu misralarda Alisher Navoiy qaysi asari rejasi haqida yozgan? A. Badoyul Bidoya haqida. B. Majolis un Nafois haqida. C. Hamsa haqida. D. Lisonut Tayr haqida. Vaqt ketdi. Berilgan vaqt tugadi. Boburbek javobingiz. Qaysi variantni tanladingiz? Men javobim C javob Hamsa haqida. Hamsa haqida. Sizning variantingiz? Mening javobim ham C javob Hamsa haqida. Umidim bu kim aylabon fathi bob, qo'lim bergay ul panjaga tog'i top. 30 yilki onin zomiy demish, qoshimda erur 2-3 yillik ish. Ushbu misralarda Navoiy Hamsa asari rejasi haqida yozgan. Javoblar to'g'ri.
Adabiyot fanidan berilgan test savollariga aytgan javobingiz natijasini O'zbekiston xalq yozuvchisi Xudoyberdi To'xtaboyev baholaydilar. Marhamat. Denovni himoya qilayotgan o'g'limiz 7 savoldan 5tasiga, Katta Qo'rg'onni himoya qilayotgan qizimiz 7 savolning 7tasiga ham juda chiroyli javob qaytardi. Demakki, ball taqsimoti quyidagicha bo'ldi. Denovga 5 ball, Katta Qo'rg'on guruhiga 7 ball berishga qaror qildik. Demak, dastlabki fan yuzasidan guruhlar 7 va 5 ball bilan baholanishdi. Katta Qo'rg'on guruhi oldinga chiqib oldi. Musobaqamiz davom etadi. Musobaqa maydonida Surxondaryo viloyatidan kelgan Termiz davlat universiteti qoshidagi 3-son akademik litseyining Denov guruhi hamda Samarqand viloyatidan Kattaqo'rg'on shahar pedagogika kollejining Kattaqo'rg'on guruhlari qatnashmoqda. Endigi fanlardan birini Kattaqo'rg'on guruh qatnashchilari sizlar tanlaysizlar. Marhamat. Biz guruhimiz bilan kelishgan holda informatika fanini tanladik. Informatika fanidan Xadijaxon javob beradilar. Sizning guruhingizdan kim chiqadi, Abdulazizbek? Bizning guruhimizdan informatikadan Parvarbek javob beradi. Taklif qilamiz, marhamat, sizlarni. Xadijaxon, agar sizni avvalambor ayting, kompyuteringiz bormi? Kompyuteringiz buzilib qolsa nima qilasiz? Programmalarini tekshirib ko'raman yoki virus tushmaganligini ko'raman. Agar shunda ham uni tuzata olmasam, keyin tegishli joylarga murojaat qilaman. Demak, kompyuter mutaxassislariga olib borasiz. Sardorbek, siz informatika fanining hozirgi hayotdagi o'rni haqida nima deya olasiz? Informatika fani bizga ma'lumki 21-asr axborot texnologiyasi. Hozirgi hayotimizning har bir sohasida, xoh o'qituvchilik bo'lsin yoki diplomatik, xoh advokat bo'lsin. Masalan, yana bir misol qilib aytganda, siz bizga berilayotgan barcha savollarni yoki undagi javoblarni siz notebookingiz yordamida bizga beryapsiz va ularning javoblarini o'sha orqali bilib olyapsiz. Bu soha ko'rinib turibdiki, har bir sohada, hayotimizning har bir sohasida kerakli deb o'ylayman. Demak, davr talab qilyapti. Davr talab bo'ladi. Kompyuterdan ishlashni, kompyuterdan foydalanishni, to'g'rimi? Demak, hozir ushbu fan yuzasidan sizlarning bilimingizni sinab ko'rish uchun biz sinov o'tkazamiz. Bu sinovda sizga topshiriqni fizika matematika fanlari nomzodi dotsent Damin Shamsiyev aytadilar. Mana oldlaringda kompyuter turibdi. Sizlarga topshiriq quyidagicha. Hozir Microsoft Word matn muharririni ishga tushirib, u yerdan tegishli bo'lgan shaklni chizib, ana shu shaklning ichiga quyidagi jumlalarni yozasizlar. O'yla, izla, top va ularning pastidan telemusobaqa 2011-yil so'zlarini joylashtirasizlar. Ana shu shaklni, tegishli shaklni fonini o'zgartirib, yozilgan so'zlarni ham turli xil ranglar bilan bezab yozasizlar. Ana shuning uchun sizlarga vaqt 3 minut. Kattaqo'rg'on guruh qatnashchisi aytilgan shaklni to'g'ri tanlagan. O'yla, izla, top telemusobaqa 2011-yil. Jumla ham to'g'ri yozilgan, imlo xatolarga yo'l qo'yilmagan. Xo'p, Denov guruh qatnashchisi, bu guruh qatnashchisi ham shaklni to'g'ri tanlagan. O'yla, izla, top tele dasturi 2011-yil. Ikkala guruh qatnashchisi ham berilgan topshiriqni shaklni to'g'ri tanlab yozishga harakat qilishgan. Xo'p, Kattaqo'rg'on guruh qatnashchisi imlo xatolarga yo'l qo'ymagan, jumla to'g'ri yozilgan. Shuning uchun bu guruhga 5 ball berishga qaror qildik. Denov guruh qatnashchisi telemusobaqa so'zining o'rniga teledastur so'zni almashtirib yozganligi uchun bu guruh qatnashchisiga 4 ball berishga qaror qildik.
31 ballik marraga erishish uchun 19 ball kerak bo'ladi. Denov guruhiga esa 22 ball kerak bo'ladi. Musobaqamiz davom etadi. Oila izlab topdinglar musobaqasi orqali siz Kattaqo'rg'on va Denov guruhi ishtirokidagi musobaqani tomosha qilib boryapsiz. Endigi fanlardan birini Denov guruhi qatnashchilari sizlar tanlaysizlar. Musobaqamiz davom etadi. Marhamat. Biz jamoamiz bilan kelishgan holda biologiya fanini tanladik. Bu fandan Shamsiddin javob beradi. Sizning guruhingizdan kim chiqadi? O'zim javob berishga harakat qilaman. Shamsiddin Dilshodaxon taklif qilamiz. Marhamat. Shamsiddin, siz mana biologiya fanidan javob berishga chiqdingiz. Tabiatda juda ham ko'plab shifobaxsh o'tlar bor, to'g'rimi? Odam salomatligi uchun mana shu shifobaxsh o'tlarni siz qanchalik foydali ekanligini bilasizmi va ular bilan tanishmisiz? Yer yuzida dorivor o'simliklarni hozirgi kunda 1500 dan ortiq xillari tarqalgan. Men bu o'simliklardan faqat o'zimizni O'zbekiston Respublikamizdagilardan o'zim bilganlarimni gapirmoqchiman. Dorivor o'simliklar deganda albatta ko'pchilikning ko'z o'ngida isiriq gavdalanadi. Isiriq haqiqatan ham bebaho, shifobaxsh dorivor o'simlik hisoblanadi. Bu o'simlik o'sha yuqumli kasalliklarni oldini olishda qo'llaniladi. Bundan tashqari hozirgi noqulay ob-havoda o'sha yo'tal ko'pchilikni bezovta qiladi. Bu yo'talga qarshi dori sifatida dorivor gulxayrini ildizdan tayyorlangan damlamalardan foydalanish maqsadga muvofiq bo'ladi. Kamqon insonlarga esa ko'proq tarkibida temir moddalari bo'lgan olma, anor kabi mevalarni yeyish tavsiya etiladi. Keyin bundan tashqari namatak o'simligining mevasi, ya'ni hulul deb yuritiladigan mevadan o'sha avitaminoz kasalligini davolashda qo'llaniladi. Bizda atrof muhitimizda bizni ko'zimizga oddiygina bo'lib ko'ringan daraxtlar, misol uchun archa, qarag'ay, terak, bu kabi daraxtlar o'zidan o'sha mikroorganizmlarni kuchsizlantirish, hatto o'ldirish xususiyatiga ega bo'lgan fitonsidlar ajratib chiqaradi. Mana shu xususiyat tufayli bu o'simliklar yuqumli kasalliklar yuqishini kamaytiradi. Shu sababli mana shu o'simliklarni ko'proq ekish menimcha maqsadga muvofiq bo'lsa kerak deb o'ylayman. Shamsiddinning javoblaridan mana biz giyohlar haqida ancha-muncha ma'lumotga ega bo'ldik deb o'ylayman. Ana endi Dilshodaxon, siz daraxtlar haqida nima deya olasiz? Daraxtlar mevali, manzarali, butasimon daraxtlarga bo'linadi. Mevali daraxtlarga olma, o'rik, shaftoli, gilos kabi daraxtlar kiradi. Manzarali daraxtlarga esa qarag'ay, qayrag'och, archa, tol, terak kabi daraxtlar kiradi. Butasimon daraxtlar ikkiga bo'linadi. Butasimon va yarim butasimon. Butasimonlarga kengirtak, namataklar kiradi. Yarim butalarga esa ezel, shuvoqlar kiradi. Bular asosan cho'llarda ko'p uchraydi. Ana endi biologiya fanidan siz o'z guruhingizga ball olib berishingiz uchun sinovdan o'tishingiz kerak. Bu sinovda sizga topshiriqni biologiya fanlari nomzodi Orif Meliboyev beradilar. Aziz o'quvchilar, biologiyadan topshiriqni olish uchun marhamat jyuri a'zolari stoliga yaqin kelishingizni so'rayman. Mana shu yerda siz bellashishi kerak bo'lgan mavzulardan bittasi yashiringan, o'shandan bittasini tanlab olishingiz marhamat. Mana siz tanlab olgan amaliy ish bugun zoologiya fanidan begemot, ya'ni suv ayg'iri haqida har ikkala guruhlar qatnashchilari bu hayvonning biologik xususiyatlari to'g'risida bellashasizlar va qaysi guruh o'quvchisi ishtirokchisi eng ko'p xususiyatlarni sanab o'tsa, ularga 5 ball beriladi. Sizlarga 1 daqiqa vaqt beramiz. 1, 2, 7 vaqt ketdi. Sistemamiz 3 hayvon. Juft oyoqlilar turkumiga kiradi. Tanas sklet muskullari yaxshi rivojlangan. Poda bo'lib yurishadi. Nerv sistemasi juda ham kuchli rivojlangan. 35 yilga yaqin umr ko'radi. Bolasini sut bilan boqadi. Bitta bola tug'adi. Ichki urug'lanish xos. Hozirda ularning turlari kamayib ketgan. Suv ayg'iri deyiladi. Ular hozirda xalqaro qiziq kitobga kiritilgan. Afrikada tarqalgan. Ularning ikki turi mavjud. Hozirda ular Afrikada yashashadi. Issiqqonli hayvon. Ularning og'irligi 3-4 tonnagacha yetadi. Bolasini sut bilan boqadi. Ularning tishlari kuchli rivojlangan. O'txo'r hayvon. Ularning ikkinchi turi suvda yashamaydi. Oyoqlari kalta bosh qozoni sodda rivojlangan. Kavsh qaytarmaydi.
Vaqt tugadi. Demak, ushbu aytishuvni biologiya fanlari nomzodi Orif Meliboyevning o'zlari baholaydilar. Bunda eng ko'p savolli xususiyatlarni sanab o'tgan o'quvchimiz Denov guruhi o'quvchisi bo'ldi va jyuri a'zolari bilan bir ovozdan 5 ball berdik. Kattaqo'rg'on guruhining ishtirokchisi esa ba'zi kamchiliklar sababli bularga 4 ball baho berdi. 31 ballik marraga erishish uchun Denov guruh qatnashchilari 17 ball, Kattaqo'rg'on guruh qatnashchilari esa 15 ball to'plashlari kerak. Musobaqa davom etadi. Musobaqa maydonida Surxondaryo viloyatidan kelgan Termiz davlat universiteti qoshidagi 3-son akademik litseyining Denov guruhi hamda Samarqand viloyatidan kelgan Kattaqo'rg'on shahar pedagogika kollejining Kattaqo'rg'on guruh qatnashchilari ishtirok etishmoqda, musobaqalashishmoqda. Demak, endigi fanlardan birini Kattaqo'rg'on guruh qatnashchilari sizlar tanlaysizlar. Pedagogika fanini tanladik. Bu fanga Nilfarxon javob beradilar. Bizning guruhimizdan Nozimjon chiqadi. Marhamat, har ikkala qatnashchini javob berish o'rniga taklif qilamiz. Nilfarxon bugungi kunda pedagog o'zida qanday xususiyatlarni mujassam etgan bo'lishi kerak? Bugungi kun pedagoglari men nazarimda bolalarning ruhiyatiga ta'sir eta oladigan va ularda kechayotgan kechirmalarni o'zida aks ettira oladigan psixolog, yuksak ma'naviyatli, dunyoqarashi keng, dunyoviy bilimlar egasi, ijodkor va ajoyib nutq egasi bo'lishi kerak deb o'ylayman. Siz nima deb o'ylaysiz? Pedagogik jarayonlarni yuqori texnologiyalar asosida tashkil qila olish va uni o'tkaza oladigan kompyuter savodxonligi bo'lgan inson bo'lishi kerak deb o'ylayman. Ana endi siz guruhingizga ball olib berish uchun ushbu fan yuzasidan berilgan savollarga javob berishingiz kerak bo'ladi. Demak, dastlabki savollaringizni o'qib eshitiraman. Nilfarxon tayyormisiz? Savollarni o'qishni boshladim. Yosh avlodning avlod ajdodlarimizga munosib voris bo'lib tarbiyalanishlariga nimaning ahamiyati beqiyos? Bu bizning milliy qadriyatlarimiz. Ha! Qaysi qonunda oilaning jamiyat, davlat oldidagi mas'uliyatini aniqlab yetadigan komil insonni tarbiyalashdagi o'rniga alohida e'tibor beriladi? Ta'lim to'g'risidagi qonunda. To'g'ri javob berdingiz, Nilfarxon. Peshona teri bilan topgan bir qora chaqa o'zgalarning ehson etgan xazinasidan yaxshiroqdir. Ushbu satrlar kimning qalamiga mansub? Ushbu satrlar Hazrat Alisher Navoiyning qalamiga mansub. Nilfarxon, siz guruhingizga yana bir ball olib berdingiz. Insonning yaxshilikni qo'lga kiritishi, axloqiy va aqliy mukammallikka erishuvi o'z qo'lidadir, deb qaysi olim aytgan? Menimcha bu Abu Nasr Farabiy. Ha, to'g'ri javob berdingiz. O'ziga ta'sir qiluvchi usul qaysi? O'z-o'zini ishontirish usuli. Aniq javob berdingiz, Nilfarxon. Milliy madaniyat, milliy til, milliy urf-odatlar va qadriyatlarimizni asoslarini o'rganadigan asosiy maskan qayer? Albatta bu maktab. To'g'ri javob berdingiz. O'z-o'zini tarbiyalash deganda nima tushuniladi? O'z-o'zini tarbiyalash deganda o'z-o'zini ishontirish. Nilfarxon, demak sizni bu javobingiz to'g'ri bo'lmadi. Jismoniy va ma'naviy kamolga yetish uchun kurash tushuniladi. Keyingi savollarni sizga o'qib eshitiraman. Tayyormisiz? Savollarni o'qishni boshladim. Har bir insonning yashash jarayonida orttirgan ijobiy saboqlari va intellektual salohiyatlarni o'zgalarga berishiga nima deb aytiladi? Tarbiya. Tarbiya deb aytiladi, to'g'ri. Kamtar odamlar ko'p gapirishdan qochadilar. Ular ko'p eshitmoqni istaydilar. Eshitmoq kishini boyitadi. Ko'p gapirmoq sayozlatadi. Bu misollar kimga tegishli? Alisher Navoiy. Guruhingizga yana bir ball olib berdingiz. Amir Temur o'zining pand nasihatlarida yosh avlodni qanday bo'lishga chorlaydi? Adolatli, vatanparvar, jasur, mard. Ha! Jamiyatda qabul qilingan va jamoatchilik fikri bilan qo'llab-quvvatlanadigan inson xulqi normalari yig'indisiga nima deyiladi? Axloq normalari. To'g'ri javob berdingiz. Bolani jismoniy tarbiyalash, ularga axloq va mehnat tarbiyasini berish qayerdan shakllana boshlanadi? Oiladan. Bu javobingiz ham to'g'ri bo'ldi. Guruhingizga bir ball qo'shib berdingiz. Maydonda Samarqand va Surxondaryo viloyatidan kelgan o'smir yoshlar ishtirok etishmoqda. Endigi fanlardan birini Denov guruh qatnashchilari sizlar tanlaysiz. Jamoa bilan kelishgan holda kimyo fanini tanladik. Kimyo fanidan jamoamizga javob beramiz. Ha, kelishgan holda javob bermoqsiz. Musobaqa qonun qoidasiga ko'ra ham, demak bir fanni tanlab, bu fan yuzasidan guruhlar kelishgan holda javob berishlari mumkin. Bu fan sizlar tanlaganingizdek kimyo fani.
Demak, har ikkala guruh qatnashchilari kelishgan holda javob berishadi va sizlarga topshiriqni kimyo fanlari doktori professor Tuyg'un Boboyev aytadilar. Hurmatli musobaqadoshlar, sizlarga mana hozir juda ham bir oddiy savol bermoqchiman. Hozir qish. Talab menga juda ham kam. Lekin mana shu yaqinda boshlanadigan yozda chanqov bosti suv sifatida nihoyatda ko'p miqdorda bir kislotani suyultirilgan eritmasidan foydalaniladi. Mana shu kislotani nomi nima? Mana shunga javob berish uchun sizlarga 2 daqiqa vaqt ajratiladi. Marhamat. Limon kislotasi Limon. Suv deysan. Nima deymiz qizlar o'ylaylik. Qarang. Kinolarda bilasanmi? Limonad ichamiz deydi-yu. Mana karbonat anglayapman. Vaqt tugadi. Har ikkala guruh qatnashchilari yozilgan javob qog'ozini marhamat hakamlarga topshirasizlar va javobni eshitamiz. 3 ta versiya bo'ldi. Bular olma kislota, limon kislota va karbonat kislotalar. Bular olma kislota va limon kislota mevalar tarkibida bo'lganini hisobga olib, bu mevalarni, sharbatlarni ichganimizda qandaydir boshqa chanqoq bosti hollar bo'lmasligi tufayli biz karbonat kislotani oldik. Javob karbonat kislota. Ikkita variant bo'ldi. Biri limon kislota, biri suv bo'ldi. Jamoamiz bilan kelishgan holda limon kislotani tanladik bo'ldi. Qo'shimcha qiladiganlar bormi guruhda? Qaysi kislotaning suyultirilgan eritmasidan foydalanamiz deganmiz. Bu sohada ikkinchi guruh mana yigitlarning bergan javobi birmuncha to'g'ri javob bo'ldi. Bular 3 ta kislotani gapirib, asosan karbonat kislota ustida to'xtashdi. Haqiqatda shunaqa. Chunki chanqov bosti suv sifatida yozda gazlangan har xil ichimliklarni ichamiz. Mana shu gazlangan suvni tarkibi asosan gaz, karbonat angidrid CO2. Mana shu suvda eriganda karbonat kislotani hosil qiladi. Bu juda suyultirilgan eritma. Javob mana shu oddiy shuning. Shuning uchun Denovlik yigitlarga javob deyarli to'g'ri bo'lganligi uchun 4 ball. Ancha harakat qilishgani uchun Kattaqo'rg'onlik qizlarimizga 1 ball berishga qaror qildik. 23-24 Denov guruhi ana endi oldinga chiqib oldi. Musobaqamiz davom etadi. Kattaqo'rg'on guruh qatnashchilari mana 2 ta fan qoldi. Ulardan birini tanlang. Biz guruhimiz bilan kelishgan holda geografiya fanini tanladik. Geografiya faniga Dinoraxon javob beradilar. Sizning guruhingizdan kim chiqadi? Bunga o'zim javob berishga harakat qilaman. Taklif qilamiz har ikkala qatnashchilar marhamat. Har ikkala guruh qatnashchilari geografiya fanlari nomzodi Mirali Mirakbalovni diqqat bilan tinglaysizlar va topshiriqni tushunib olishga harakat qilasizlar. Marhamat. Aziz ishtirokchilar, oldingizda turgan kompyuterda geografiya deb nomlangan chainword bor. Unga berilgan savollarga to'g'ri javob bergan holatda, demak, gorizontal holdagi bo'sh kadachalarni to'ldirishingiz kerak bo'ladi. Ushbu topshiriqni bajarishda, xohlasangiz o'zingiz yakka holda kompyuterda ushbu topshiriqni bajarsangiz 10 ballik sistemada baholanasiz. Xohlasangiz birorta kompyuterni yaxshi biladigan jamoadoshingiz ishtirokida bajarishingiz mumkin, unda 5 ballik sistemada baholanasiz. Ushbu topshiriqni bajarishda albatta geografik nomlarni ham terminlarni to'g'ri yozilishiga alohida e'tibor berishingiz talab etiladi. Kattaqo'rg'on guruhi ishtirokchisini demak bergan javoblarni ko'ramiz. Demak, bu yerda chainwordda 10 ta savoldan iborat edi. Birinchi savolimiz demak yo'nalishda 2 bor ekvatorni kesib o'tuvchi daryo. Demak, Kongo daryosi deyilgan, to'g'ri. Xo'p, ikkinchi savol bu yerda yer sharidagi eng issiq dengiz deyilgan, Qizil dengiz deb to'g'ri javob berilgan.
Uchinchi, iceberg so'zining ma'nosi deb berilgan, bu muz tog'i deyilgan, bu to'g'ri. Xo'p, 4-savolimiz yer yuzasidagi eng baland cho'qqi Jamalingova deb to'g'ri yozilgan. Xo'p, 5-chi, yer yuzasidagi eng katta orol Grenlandiya to'g'ri topilgan. Xo'p, 6-savolimiz Makedoniya asosiy qismi yarim orolda, poytaxti esa orolda joylashgan Yevropaviy davlat Daniya deb to'g'ri topilgan. Xo'sh, 7-savolimiz shamolning yo'nalishini o'lchaydigan asbob flyuger deb to'g'ri topilgan. 8-chi, Kalmantar oroli joylashgan hudud Indoneziya deb to'g'ri topilgan. 9-savolimiz yer yuzasidagi eng kichik materik bu Avstraliya deb to'g'ri yozilgan. Daryolari yo'q materik degan savolga Antarktida deb to'g'ri javob berilgan. Bir narsani alohida qayd etish kerakki, ushbu ishtirokchimiz demak savollarning hammasiga to'g'ri javob bergan va yozishda ham bironta xatoliklarga yo'l qo'ymagan. Denov guruhi ishtirokchisi berilgan 10 ta savoldan bitta to'g'ri javob yozibdi, lekin shunda bo'lsa ham, demak Kongo deyilgan, javob to'g'ri topilgan, lekin yozilish ham oxiriga yetmagan va kichik harf bilan yozib qo'yildi. Chunki Kongo bu atoqli ot bo'lganligi sababli katta harf bilan yozilishi kerak edi. Mural aka, guruh qatnashchilarining javoblarini ko'rib chiqdingiz. Ana endi ularga qanday baho beriladi, marhamat? Kattaqo'rg'on guruhi ishtirokchisiga 10 ball berishga qaror qildi. Denov guruhi ishtirokchisi ancha harakat qildilar, lekin baribir o'sha berilgan savoldan bittasiga to'g'ri javob berganligi sababli 1 ball berishga qaror qildi. Mana Samarqand viloyatidan kelgan Kattaqo'rg'on shahar pedagogik kollejining Kattaqo'rg'on guruhi qatnashchilari 33 ball to'plab, 31 ballik marrani zabt etishdi va keyingi bosqichga yo'llanma olishdi. Ko'rsatuvimiz so'ngida biz yana bir bor barcha qatnashchilarimizga, tomoshabinlarimizga, barchangizga omadlab xayrlashib qolamiz. Xayr, salomat bo'ling.